Vaqtida ushbu xonadonimiz 55-56 savdo o'tirgan egalari bermagan edilar. Men sizlar uchun talashib tortishib ushbu xonadonni 54.900 AQShlarga tushirib qo'ydim. Yana barakasi uchun anchagina o'tiradigan joy bor. 2 xonali kvartira, umumiy 75 metr kvadratdan anchagina ziyodroq. Hop, asosiy eshigidan kirib chiqishimiz bo'lyapti. Prixosh mebellarni bejirimdan o'rnatib qo'ygan xonadon egalari tomonidan va proyekt bo'yicha oshxona qismimiz gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Barcha mebel texnikasini qoldirib ketar ekanlar xonadon egalari. Devorlarimiz mo'yshabo'y bo'lgan. Xo'p, 7 qavatli elitli lifli kirpichli domning 6-qavatda joylashgan ushbu xonadonimiz ko'rib turganingizdek xonadonning umumiy sanazilxonasi oyoqdan yuqorisiga sifatli kafe bo'lgan, suv ichkilarni ham o'rnatib qo'ygan ekan xonadon egalari tomonidan. Va xonadonning ikkinchi xonasi barcha mebel texnikasi bilan birga sotilmoqda ushbu xonadonimiz. Lokatsiyamizga bir to'yda to'xtaladigan bo'lsak, Monika Chorroxani yonginasi, Gorbalisa bu yoq tarafi. Xo'p, egalarning aytishlari bo'yicha ushbu xonadonni 54.900 AQSh barakasi uchun yana o'tiradigan joy bor. Kimga qiziqib o'tganimizda quyidagi raqamlarimizga bemalol chiqishingiz mumkin.